Dollar kursi ko'tarilgan sari talabani hayot qiyinlashib boradi degan naql bor yurtimizda. Ayniqsa mana oraliq paytali ustozlar mana turib olib 77 ta paragraf ichidan bitta so'zni topib kelasan deb turib olammi yoki 20 ta referat berib o'rtasiga bittasiga mavzuni tushunib ko'rgan mavzuni topib ketib turib oladimi? Qiyin, talabaga qiyin. Endi yo'llari bor. Haliga bitta aqlli bola bo'ladi har bitta gruppada. Aqlni monopoliya qo'ygan aql monopolisti shu bolaga yalinish kerak. U bola ham bilsalar oraliq paytida makasiga galstuk taqib turib oladi. O qimmat-qimmat hojikalardan bo'lib olib. U bolaga ham ish bermaydi. Endi starsda deyishlar mumkin. Starslarda bilmayman. Tabiat tarafidan berilgan inom bor. Yer yuzida starslar 90% Jakob bilan birga qo'yganda 2/809 bo'lib qoladi qanaqadir. Yordam kutishda anaqasi yo'q. Yer yuzi ahli studentlarga yordam qilmayotgan bir paytda men baribir bir yo'lini topib kelaman. Va mana bu botlardan foydalanish kerak. Mana ko'rib olinglar. Aqlli talaba bot, shu bot bu fake'lari chiqib ketgan. Qaysidir bitta poraxo'r ustoz ochib shekilli fake'ini eng qimmat ish 5000 so'mdan bo'ladi.